furgonimizni ko'rib, ma'qul keldilar. Hozir har taraflama komfort taraflama, dvigatel taraflama va холодильник muzaj taraflama hozir o'shani полный xarakteristikasini aytib o'tiryapman. Ko'rishyapti. Nasib bo'lsa olishadi. Ko'ryapman. Isuzu ko'rarimda bu to'yam bir tona o'g'ri. Ma'qulmi aka? Qalay? Zo'r. Zo'rmi? Agar buni gazligi bo'lsa, o'sha zo'r bo'ladi bizga. Tez orada aka shunaqa olib chiqishadi, gazli usulni ham bu tez orada. Hozirda salarkada 100 litr salarka yedi bu. Baki 100 litr salarka yedi. Ya dizelni 100 ga ketadi. Kerak edi hozir bilmayman. Hozir texnika shu darajada ularga yoqyapti. Hozir meni ham eshitishmayapti. Ma'lumot beraman desam, umuman quloq ham solishmayapti. O'zligi ancha yaxshi bilishar ekan. Meni eshitmasdan o'ziga texnika haqida ma'lumot o'ziga bilib olishyapti. Texnikani o'zligi ko'rib, qanchalik afzal ustun taraflarini o'zligi ko'rishyapti. Zavat qiling, bitta ko'rishsin. Bo'ldi, tushiringlar. Xo'sh.